agar bosh direktor har bitta xodimni ishiga aralashayotgan bo'lsa, bu mikromanejment. Vaholanki u bu ish bilan shug'ullanishi kerak emas. O'sha rahbarlarga rostdan ham life hack juda katta. To'xtab turing, men o'zim vazifalarimni hali 100% bilmayman-ku deydi. Nimaga rahbarlarda, aynan endi rahbar bo'layotgan insonlarda shu tushuncha bor. Mendagi baribir qila olmaydi xodim. Shuncha tajribasi bor, farosati yetmaydimi, aqli yetmaydimi, tajribasi yetmaydimi, qila oladi-yu deysiz. Yo'q, aynan sizga Dildor, mana shu gapingizgacha pram 100% qo'shilaman, chunki o'zimda shu narsa bo'lgan. Yaqindagina, unaqa uzoq ham bo'lmadi. chunki sen bilmaysan kim senga kerakligini. Sen bilmaganingdan keyin qana qilib atrofingda kuchli insonlarni yig'asan. Shunaqa ham aqlingiz yo'qmi? Nima bilmaysizmi shuni ham? Nima deganingiz bu? Nima qilyapsiz? Ruschada причинно-следственный связь degan narsa bor-ku. Nima deyapsan, chaqaloq-ku degandek. Oraliq nazorat bizga vaqtida, jarayonda to'g'rilab ketishga imkoniyat beradi. To'g'ri topshirishni nimaga bilmaymiz? Chunki o'zimiz qilgan ishimizni, butun tajribamizni qog'ozga solmagan hech kim. Nimaga begonalar senga javob quydirib ishlash kerak? Yoningdagi yaqining qo'pol qilib aytganda tupurib qo'yganda. Lekin o'sha yerda o'zida bir 20 ta ish chiqazib beradi, Dildor opa. Nima 50 ta chiqadi. 50 ta. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Risolat Umidovna bilan podkastda bugungi mehmon Dildora Tursunova, 20 yildan oshiq tajribaga ega, juda ham kuchli mutaxassis. Aynan bugun biza tizimlashtirish, jamoa boshqarish, rahbar bo'lish, xodimlarni to'g'ri tizim bilan boshqarish haqida juda ham chiroyli suhbat o'tkazamiz, inshaalloh. Podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat, inshaalloh hammaga qiziqarli suhbat bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, Dildor opa, mana 20 yildan beri HR sohasidasiz. Menimcha hali HR degan so'z, unaqa termin bizda rivojlanmagan paytida ham siz shu insonlarni boshqaruvida bo'lgansiz. Keling, ozgina o'z haqingizda gapirib bering, tanishtirib, bizani sizni tanimaydigan kuzatuvchilar ham tanib olishsin va siz haqingizda ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lishsin. Xo'p, Dildora Tursunova. Jamoalarni boshqarish sohasida deyarli 22 yildan oshiq tajribaga egaman. Shu 2004-yilda boshlaganman karyeramni. Oddiy kadrli inspektordan boshlaganman aslida. To'roq даже ofis menejerdan boshlaganman. Keyin sekin o'sib Alloh izni bilan bo'lsa kerak, menimcha bu sohaga kirgizib qo'ygan. Jamoalar bilan ishlashga, HR bo'lishga. Shu bilan sekin karyeram o'sib boravergan. Keyinchalik bo'lim rahbari bo'lganman. Kompaniyada rahbar bo'lganman, ijrochi direktor bo'lganman, tadbirkorman. Oxirgi ish joyimda IT kompaniyada strategiya direktor bo'lganman. Va parallel yana tadbirkorlik ham qilaman, parallel mentorlik ham qilaman. Mualliflik kurslarim bor, boshqaruv sohasida, tizimlashtirish sohasida, jamoalarni boshqarish sohasida. Va bugun kelib ma'lumotim haqida gapirsam, axborot texnologiya universitetini bitirganman. Yaqinda yana sun'iy intellekt sohasida magistraturani bitirganman va inshaalloh yaqinda MBA ham bitiraman. Dildor opa, bizda вечный studentlar har doim hech qachon tinmaydilar. Har doim qayerdadir o'qiyotgan bo'ladilar. Zo'r, Dildor opa, o'zingizga yoqadimi mana shu HR sohasi, mana shu odamlarni boshqaruv, odamlar bilan ishlash? Hamma nimagadir hozir ancha qanaqadir bir qochadigan bo'lib qolgan-ku, odamlar bilan ishlagisi kelmaydi yoki odamlar bilan ishlash juda qiyin deydi. Siz menimcha kasbingizdan maza qilasiz. Men maza qilaman. Birinchidan, o'zi men fikrimcha, ko'pchilikga aytaman, insonlar bu barcha bizneslarning yuragida. Insonsiz bo'lmaydi. Hattoki sun'iy intellektlar, robotizatsiyalar, yana nimadirlar rivojlansa ham, ularni baribir insonlar boshqaradi. Boshida ular turadi. Razrabotka qilgan insonlar ham o'shalar. Shuning uchun eng birinchi navbatda biz odamlar bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. Qanaqa jamoa yig'sakkina o'shanga qarab turib biznesimizni rivojlantirishimiz mumkin. Men o'zimni kasbimdan, insonlar bilan ishlashdan juda zavqlanaman. Nega? Chunki har bitta inson bu unikal planetada. Har bittasi alohida, boshqacha, har bittasini tushunish, yondashuv topish, nima deb o'ylayotgan, nimaga unaqa qilyotgan, nima qilsam samarali ishlar ekan deb o'ylasham, yo'llarini, yechimlarini topisham men uchun bir questga o'xshaydi. O'sha o'zi aytishadi-ku, har bitta inson o'zining dunyosi bor deb. Siz o'sha dunyolarni kashf qilib, menimcha juda ham maza qilasiz. Men har doim ko'rganman, har bitta xodimingizga menimcha har doim podxod topasiz. Harakat qilaman. O'zi menimcha kuchli HR deb ham aynan shu podxod topa olganlarni va til topisha olganlarni, tizimni yarata olganlarni deb aytishadi menimcha. Yoki qanaqa yana tushunchalar bor kuchli HR-ni o'sha ajratib olish uchun? Kuchli
kuchli HR haqida gapiradigan bo'lsak, umuman HR o'zi nimaga kerak? Jamoani boshqarish uchun, to'g'rimi? Va kuchli HR kim? Sen biznes boshlagansan. Qanaqadir maqsadlar qo'ygansan, u biznes oldida oliy maqsading bor, ya'ni insonlarga qanaqadir manfaat olib kelmoqchisan. O'zingni manfaatlaring bor, qanchadir pul topmoqchisan, bilmayman. Birinchi o'rinni egallamoqchisan dunyoda, balkim o'zingni mintaqangda. Lekin bu narsalarga erishish uchun insonlar kerak va aynan o'sha maqsadlaringga erishtiradigan jamoani qurib bergan inson o'sha kuchli HR hisoblanadi. Shunaqa qadriyatlisan, qadriyatlaringga yaqin bo'lgan insonlarni topib beradigan, atrofingda ularni birlashtiradigan, biznesni rivojlantirish yo'nalishida ularga motivatsiya beradigan, doimiy ravishda rivojlantirib keladigan kuchli jamoa qurib beradigan inson kuchli HR bo'ladi. Tushunarli. Dildor opa, mana o'zi baribir ham biz mana qanaqadir hayotimizda etaplardan o'tamiz-ku, mana birinchi ishchi bo'lamiz, keyin qanaqadir bitta kichkina jamoaga boshliq bo'lamiz, sekin-sekin keyin katta kompaniya rahbarigacha ham aylanamiz, misol uchun, to'g'rimi? Nasib qilsa. Endi shuni aytaymanki, men o'ylayman, insonlarni men o'ylayman emas. Mana shu qondagi talantmi odamlarni boshqarish yoki bu baribir ham o'rgansa bo'ladigan qanaqadir bir skillmi? Boshqarishni o'rgansa bo'ladigan ko'nikma. Hamma o'rgansa bo'ladi deyman. Qarang, biz adashtirmaylik, boshqarish bor. Liderlik qobiliyat bor. Liderlik qobiliyati olimlar aytishi bo'yicha tug'ma. Lekin shakllantirsa bo'ladi u narsaga. Prosta juda ko'p vaqt kerak, ko'p mashaqqat kerak, sabr kerak. Agar kimnidir lider sifatida yetishtirmoqchi bo'lsangiz, lekin agar tegi o'zi tug'ma qobiliyati bo'lsa, bu narsaga vaqt ketmaydi, chunki lider ketidan уже insonlar ergashadi-da. Tug'ma qobiliyat bo'lgani uchun. Shuni qanaqa ajratib olsam bo'ladi? Menda bormi shu liderlik qobiliyati yoki yo'q, men rahbar bo'lib o'zimni tarbiyalashim kerakmi? Liderlarga xos sifatlari bo'ladi-da. Eng birinchi menimcha bu yetakchilik qilish boshqalarga, ya'ni o'zim bundoq chetdan rahbarlarga ham aytaman, chetdan bundoq kuzatsang, nimadir o'yinlar qilsang, hattoki team buildinglar bo'lsa, hashar bo'lsa, qanaqadir hattoki choyxona bo'lsa, kimdir обязательно birinchi yetakchilik qiladi. Qaralaring, davay, sen mana qilasan, sen nima qilasan, sen buni olib kelib, mana bunaqa qilamiz deb turadi-da. Yoki davaychi bolalar gaplashamiz, kim nima qiladi deb aytadi-yu. U sразу ko'rinadi, yetakchilik qiladi. Ikkinchi juda ham muhim bo'lgan sifati bu mas'uliyatni o'ziga olish. Mas'uliyatni o'ziga olmagan inson lider hisoblanmaydi. Ya'ni nimadir bo'lgan bo'lsa ham, men nimani noto'g'ri qildim, men nimani yaxshiroq qilishim mumkin edi. Ana aybdor, men aybdor yo'q, o'zi xodimlarim shunaqa qildi-da, yoki mana qanaqadir vaziyatlar aybdorda shu holatda demaydi. Demak, men nimadir yaxshiroq qilishim mumkin edi, nimadir to'g'rilashim kerak deb mas'uliyatni bu vaziyatni o'ziga olishga tayyor bo'lgan inson lider deb hisoblayman. Tushunarli. Demak, men lider bo'lmoqchi bo'lsam yoki bu o'sha tug'ma bo'lgan bo'ladi, lekin rahbar bo'la olaman agar men o'sha mana shu ko'nikmamni shakllantirsam, rivojlantirsam, o'qisam. Boshqaruvchilikni o'ziga yarasha ko'nikmalar bor, bilimlar bor, rejalashtirish bor, ish taqsimlash bor, ishni topshirish, delegирование bor, nazorat qilish bor. Shunga o'xshagan bilimlarni o'rganib o'shalarni ko'nikmaga aylantirish kerak. Tushunarli. Mana baribir hozir bizlarning ham qanaqadir qismda ota-onalar ko'rishadi. Mana baribir ham onalar bor, shu farzandini lider bo'lib o'sishini xohlasa, ertaga rahbar bo'lishini, mana baribir duo qilayotgandan aytadi-yu, yaxshi stolni egasi bo'lgin, shunaqa bir qo'lingda ishchilaring bo'lsin, rahbar bo'lgin deb duo qilishadi. Shunaqa duosiga yetishtiradigan farzandni tarbiyalash uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Mana siz ham baribir onasiz, o'zingizni farzandingiz bor, juda ham asal o'g'lingiz bor. Shu tarbiyada nimalarga ahamiyat berasiz? O'sha bola qo'rqoq emas, qanaqadir o'zidan odamlarni ergashtiradigan, shu rahbarlik ko'nikmalari bor qilib o'stirish uchun. Zo'r savol. Rosa yaxshi ko'raman shu mavzuni o'zi. Nimaga? Chunki meni kasbim ham, farzandlarning tarbiyasi ham juda bir-biriga bog'liq bo'lgan, o'xshash bo'lgan narsa-da. Mana misol uchun men aytamanki, farzandingiz lider bo'lib o'sishi uchun uni sindirish kerak emas. Biz ataylab sindirmaymiz, ota-onalar ham. Qayerdadir bilmagan holda bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun bolam stakan to'ldirib suv olib kelmoqchi bo'lsa, odatda shunaqa holatlar, voy to'xta, stakan sinadi, suvni to'kasan, bu yoqqa ber deb olib qo'yishadi-da. U senga mehribonchilik qilib stakan tashabbuskorlik qilgan. Ya'ni mayli sindirsin, mayli suv to'kilib ketsin, lekin olib kelib bersin. Qanaqa maladaysan, mehribonsan deb maqtab qo'yish kerak-da. Ya'ni eng birinchi navbatda biz bolamizga ishonishimiz kerak. Uning qobiliyatiga, kuchiga.
agar uni yarim yo'ldan shunaqa qaysidir tashabbuskorliklarda to'xtatadigan bo'lsak, demak sen eplolmaysan deganimizda bu. Ishonchsizlik. Уже sindirishim, ishonchsizlik. Уже sindirishni boshlaymiz deb, biz keyingi safar unaqa qilishmasak kerak emas ekan deydi. Va shu holatlarda shu tashabbuskorlik qayerdadir o'z fikrini bildirayotganda o'chirchakligini sandan kim so'radi, to'xta kattalarning gapiga aralashma, eplolmaysan degan narsalarni aytish kerak emas-da. Xodimlar bilan ham shunaqa qilish kerak emas, misol uchun. Keyin juda ham zo'r uslub bor. Men o'zi boshqaruvda o'rgataman, coaching deganda. Coaching bu savollar orqali to'g'ri javobga chiqarish xodimni farzandlarda 1000% xuddi shunaqa ishlaydi. Men buni qanaqa qilay desa, tayyor javob berib qo'yish kerak emas-da, chaynab o'ziga solib aslida. Farzandni tafakkur qiladigan inson sifatida yetishtirish kerak deb o'ylayman. O'sha tafakkur qilishi uchun, tahlil qilishi uchun unga savollar berish kerak. Men buni qanaqa qilish kerak desa, sen nima deb o'ylaysan, nima qilsa bo'ladi deyish kerak-da. U o'ylashni boshlaydi. Keyingi safar sizga o'sha savol bilan kelmaydi, birinchi o'ylab ko'radi. Xodimlar ham xuddi shunaqa. Agar siz bilan muammo bilan kelgan bo'lsa, siz unga tayyor yechim berishingiz kerak emas, to'g'rimi? Bo'lmasa nimaga kelgan u xodim? Sen nima deb o'ylaysan, nima yechimlar bor desangiz, u fikrlashni, tafakkur qilishni boshlaydi. Va shunaqa zo'r rivojlantirish mumkin farzandlarni ham, xodimlarni ham. Shuning uchun tashabbuskorlikni sindirish kerak emas. Bolalarda fikr bildirsa, har doim podдержка berish kerak. Yosh boladek qarash kerak emas. Men farzandim qonimdaligidayoq bir shaxs sifatida qabul qilganman-da. Hatto esimda bor, tug'ilgandan keyin 1 oymi, 2 oymi gapda qizlar bilan o'tirsak, nimadir farzandlar haqida gap ketganda, keyin "Yo, mening farzandim shaxs" deganman. Nima deyapsan, chaqaloq-ku deshganda, keyin nima farqi bor, chaqaloqmi yo'q? Men tug'ilgandan uni katta odamdek gaplashaman-da. Tilimni chuchaytirmayman, qanaqadir so'zlarni buzmayman. Katta odamni shaxs sifatida qabul qilsangiz, shaxs sifatida stержень paydo bo'ladi-da, tushunasizmi? Men shaxs ekanman deydi. Ekan maqtash kerak. Обязательно farzandlarni maqtash kerak. Просто молодец emas, konkret qilgan ishi uchun, natija uchun maqtasanglar, shunda tushunadi u. Natija qilsam, motivatsiya olar ekanman. Ruschada причинно-следственная связь degan narsa bor-da. Har bitta harakatda asorati bor-da. Oqibati bor. Shu narsa to'g'ri bog'lansa, miyasida ertaga natija qilishga urinadi. Oxirgisi bu постоянно rivojlantirish kerak. Yosh bola-ku, bolachilikni qilsin, qo'ysangchi, nima qilaman, nimadir o'rgatib emas, uni psixologlar aytadi. 5 yoshgacha 70% neyronniy связь miyasidagi shakllanib bo'lar ekan bolada. 70%. 5 yoshgacha maksimal darajada rivojlantirish kerak-da, uni 30% harflar o'rgatish kerak degani emas. Motorikasini o'sha farzand yoshiga nisbatan qilish mumkin bo'lgan narsalarni qilish kerak-da. Misol uchun, men farzandim futbolga boradi, 2 yoshdan futbolga boradi. Futbolga boradi, shaxmatga boradi, 3 yoshdan shaxmatga boradi. Suzishga boradi. Men hozir barabanga boryapti. Причем kimdir bola-ku, bolachilik qilsa bo'lmaydi, desam maza qiladi-da. Shaxmatda ham maza qiladi, futbolda ham o'ynaydi. Barabanda ham просто kayf qiladi, realda. Hech qaysinisini zo'rlamayman. Xohlamasa olib bormayman hech qachon. Lekin o'zi xohlagancha olib boraman. To'g'ri, zo'rlash kerak emas bolalarni. Lekin har doim esda tutish kerak, mana sport misol uchun intizomni, ichki rejalashtirishni zo'r shakllantiradi. Plus agar futbolga o'xshagan boshqa sportlar bo'lsa, jamoaviylikni zo'r shakllantiradi. Ya'ni u ijtimoiylashadi, sotsializatsiya deydi ruschasiga. U jamoada insonlar bilan qanaqa ishlashni o'rganadi, zo'r. Shaxmat miyasini rivojlantiradi, baraban motorikasini rivojlantiradi. Har bittasini parallelni olib ketsak, biz farzandga juda katta investitsiya qilgan bo'lamiz-da, vaqt ham, pul ham, ishonch ham-da. Bu hammasi investitsiya. Shu orqali menimcha liderlarni yetishtirishimiz mumkin. Inshaalloh. Juda ham foydali bo'ldi aytganlaringiz. Har qatda lekin men ham shu narsaga 100% qo'shilaman. Birinchi navbatda o'sha insonlarni, mana shu xodimlarni ham, men farzandlarni ham shunaqa bo'lsa kerak. Inshaalloh men ona bo'lganimda shularni qo'llab aytaman, sizga Dildor opa ishlar ekan deyman. Lekin mana xodimlarimda shu narsalar ishlayapti. Har qat siz o'rgatdingiz menga, hech qachon tashabbus bildirsa, og'zini urmagin, hop deb eshitganda, keyin to'g'rilab ketgan deganingizdan beri men misol uchun majlislarda, meni ham qo'limda 25 ta odam ishlaydi shtatda. Majlislarda kimdir kelib fikr bildirsa, u fikr jinnicha fikr bo'lsa ham, menga umuman yoqmasa ham, to'g'ri aytasiz, yaxshi o'ylabsiz, keling o'ylab
ko'ramizki qanaqa pluslar minuslar bor aytingchi deb o'ziga o'sha tahlil qildiraman keyin o'zi tushunadi yo'q deydi bundan ko'ra mana bu variantimiz yaxshiroq ekan deydi keyin o'zi to'g'ri qaror qabul qiladi lekin man hech qachon o'sha hammani oldida tем более menga qanaqadir fikr bildirsa voy shunaqa ham aqlingiz yo'qmi nima bilmaysizmi shuni ham nima deganingiz bu nima qilyapsiz deb ushmayman tashabbus bildirsa chunki ertaga qachondir yaxshi g'oya bilan kelsa ham aytishidan qo'rqib qolib yo'q baribir mani fikrimni inobatga olishmaydi noto'g'ri deyishadi hozir urush berishadi deb aytmay qolmasin deb o'ylaymanda o'shaning uchun har doim eshitishga harakat qilaman buni ham sizdan o'rganganman o'zi Dildora bilan juda ham ko'p narsa o'rganaman bir marta ko'rishib qolsanglar ham 4-5 soat qanaqa vaqt o'tib ketganini bilmaysizlar man har doim o'tirsam o'sha konspekt bilan o'tiraman tak keyingisicha hozir yozib oling to'xtatib turing yozib oling to'xtatib turing deb to'g'ri chunki ustozlardan baribir o'rganish kerak Dildora opa mani ustozimlar juda ko'p treninglarga borganman o'zim ham treninglarimga taklif qilib juda ham o'quvchilarim ham har doim siz duo qilishadi ko'p narsani o'rganishgan bilishgan. Xo'p, farzandlar haqida qisman gaplashdik, boshqaruv haqida gaplashdik. Endi sizdan bitta narsani so'ramoqchiman, chunki mana shu muammoga duch kelayotgan ko'pchilik insonlarni ko'ryapman. Bu nima muammo desangiz, ishonch muammosi. Mana rus tilida delegировать qilish deydi, mana shu ishonib ishni topshirish. Nimaga rahbarlarda, aynan endi rahbar bo'layotgan insonlarda shu tushuncha bor. Mendagi baribir qila olmaydi xodim, mendan zo'r qila olmaydi, hammasini o'zim qilishim kerak yoki men qilmasam nimadirni yomon qilib qo'yadi deb o'ylaydi. O'shanga qanaqa fikr bildira olasiz va nima ayta olasizki, shularga yordam bo'lsin, ular sekin-sekin ishonib ishini topshirsin. Chunki men misol uchun mana mentorlik kursimda o'sha insonlarni o'qitaman, ko'rasiz bilasiz, ular ham endi sekin rahbar bo'layotgan yoki o'sha rahbar hali ham ishini topshirib yubora olmaydiganlarda, qo'rqadi-da. Baribir eplolmaydi, bir qiladi deydi. Yoki qayerdadir ishchisi o'sha yaxshi qila olmagani uchun o'sha u narsa unga travma bo'lib qolib ketgan, eplolmaydi baribir degan tushunchada qolib ketgan. Shularga nima maslahat bera olamiz ishonib ishni topshirishni o'rganishlik uchun? Bu yerda bir nechta sabab bo'ladi-da. Bu tizim nuqtai nazaridan, boshqaruv nuqtai nazaridan sabab bor, psixologik sabab bor. Hozir ikkalasini tushuntirib ketaman. O'zi bu sindrom собственника deyiladi, ya'ni biznes egasi sindromi deyiladi. Juda ko'pchilikda rostdan ham to'g'ri aytdingiz, uchraydi. Nimaga bunaqa vaziyat bo'ladi? Chunki ungachon nechtadir xodimga topshirilgan. Topshirilgan, to'g'rimi, noto'g'rimi hozir endi gaplashamiz-ku. Lekin aslida mohiyatiga ko'ra noto'g'ri topshirilgan, delegировать qilingan bo'ladi va albatta u xodim, bu inson, biznes egasi birinchidan uni proyekti bu, ya'ni biznes proyekti, loyihasi, bolajonisida-ku, yuragi, u necha yildir bu g'oya bilan yurgan. U g'oyani amalga oshirgan, butun mehnatini, mehrini shu narsaga bergan. Plus eng katta narsa shu vaqt ichida tajriba orttirgan, tushunasizmi? Ko'chadan kelgan odam bu tajribani birdaniga miyasidan skanerovat qilib o'ziga ololmaydi. Biz qanaqa ish topshiramiz, keladi, gapda, so'zda nimadirlarni tushuntirib, "Mana buni qilasan, mana buni bunaqa qilasan" tushuntiramizda. U bizdagi qilib ketadi deb kutamiz. Undan ham battari topshirganimizdan keyin biz o'rgatishga sabrimiz yetmaydi, chunki mana baribir ishimiz ko'p bo'ladi, qanaqadir qayerdadir noto'g'ri qilsa, shuni ham eplamadi-yu deymizda, o'rniga qilishni boshlaymiz. Uni o'rgatmaymiz, to'xtab tur. Mana vaziyatda mana bunaqa natija bo'lish kerak edi yoki harakating mana bundan iborat bo'lish kerak edi. Mana bunaqa qadamlardan deb aytmaymiz. O'zim qilib qo'yganim yaxshiroq ekan deymizda, gapirilmaydi ham. Gapirilmagan sari, qayta aloqa berilmagan sari xodim rivojlanmaydi. Biz xohlaganimizdek bo'lmaydi. U shu holatda qolib ketaveradi. U hattoki aybi qattaligini, noto'g'ri ish qilgan qattaligini ham bilmaydi. Ya'ni eng asosiy narsa bu bizni to'g'ri topshirishni bilmaganimizda. To'g'ri topshirishni nimaga bilmaymiz? Chunki o'zimiz qilayotgan ishimizni, butun tajribamizni qog'ozga solmagan hech kim. Tim bo'lib biz o'zimiz. Kecha men dars o'tayotganda klinika rahbari o'tirdi-da, men vazifalarni mana bunaqa topshirasizlar desam, to'xtab turing, men o'zim vazifalarimni hali 100% bilmayman-ku deydi. Siz 100% vazifalaringizni bilmasangiz, qana qilib xodimdan shuni 100% kutishingiz mumkin degan savol bor-da. O'shaning uchun birinchi navbatda butun baza dannih bo'ladi miyamizda, uni qog'ozga tushirish kerak. O'zi vazifalar nimadan iborat, har bitta vazifa qaysi shaklda amalga oshirish kerak. Uni amalga oshirish uchun harakatlar nimalardan iborat bo'lish kerak. O'sha narsa hammasi checklistlar, reglamentlar, yo'riqnomalar qanaqadir tuziladigan bo'lsa, hozir sun'iy intellekt bor va bu juda oson.
o'zingni o'ylab topishing kerak emas, juda katta yordam beradi sun'iy intellekt. Sen faqat saralab o'tirishing, mana to'g'ri, mana noto'g'ri, mana to'g'ri kelyapti, mana yo'q. Shu orqali agar tayyorlab olsak va keyin bosqichma-bosqich to'g'ri moslashtirish orqali xodimga bu narsani topshirsak, bajarib olgan paytida vaqtida qayta aloqa bersak, u biz xohlaganimizda ishlaydi. Faqat mana mashq ketma-ketligiga rioya qilsak. To'g'ri. O'sha reglament deganingizda o'sha rahbarlarga rostdan ham life hack juda katta. Prям detalni yozib chiqishinglar kerak-da. Mana shu prям misol uchun bor choynaga suv qo'yib kelgin deganinglarda o'zida bir siz uchun 3 ta dona ishku choynakni ko'tardi, suv qo'ydi, damlab olib keldi. Lekin o'sha yerda o'zida bir 20 ta ish chiqazib beradi, Dildor opa. Men 50 ta chiqazaman. 50 ta. Kirasan, eshikni ochasan, o'ng qo'ling bilan choynakni olasan, suvi anaqasini ochasan, tagiga olib kelasan, keyin suv qo'yasan. Siz o'ylashingiz mumkin, nima shunga farosati yetmaydimi deb. Yo'q, yetmasligi mumkin, chunki u sizga tabiiy oson ish, lekin undaga emas. Manaqiga o'xshataman shu narsani. Yangi kelin oilaga keladi. Bizning o'zbekchiligi rosa zo'r to'g'ri keladi. Shu misol. Yangi kelin oilaga keladi. Uni uyida choy umuman boshqacha damlashgan. Sizni uyingizda umuman boshqacha damlashyapti-da. Siz o'ylaysiz farosati yetmaydimi? Yo'q, u prosta boshqachasiga o'rgangan. Shunaqa. Xuddi sizga kelgan xodim ham oldingi kompaniyada bu narsani mutlaqo boshqacha qilgan bo'lishi mumkin-da. Shuncha tajribasi bor, farosati yetmaydimi, aqli yetmaydimi, tajribasi yetmaydimi, qila oladi-yu deysiz. Yo'q, aynan sizga qaysi tartibda kerak bo'lsa va qanaqa natija kerak bo'lsa, o'shani juda aniq, shaffof, lo'nda qilib berish kerak-da. Ana o'shanda siz kutganingizdek natija bo'ladi. Keyin o'shanda siz so'rab olishingiz ham juda oson bo'ladi-da. Mana o'sha ro'yxatingiz bo'yicha so'rab olasiz. Qayerda xato qilganini ko'rasiz. Mana mashqqa qaytamiz, keyin to'g'rilaymiz, shu yerdan keyin yana davom etamiz desangiz ham ancha o'zingizga osonroq bo'ladi, to'g'rimi? Nazorat qilish. Shunaqa. Endi qanaqa psixologik taraflari bor ishni topshira olmasligini? Psixologik ikkita narsa. Birinchisi boshida aytgan muvaffaqiyatsiz tajribamiz, ya'ni u kimlargadir topshirgan, noto'g'ri topshirgan bu narsani, nazorat qilmagan, qayta aloqa bermagan va shu oqibatida unda negativniy opit shakllangan, o'sha muvaffaqiyatsiz tajriba shakllangan, o'ylaydiki, yo'q, men qilib ko'rdim, o'xshamaydi dedi. Yana bir marta tili kuyib qolishdan qo'rqadi. Da. Ikkinchisi bu biznesda rahbar bo'lganimizda o'tda o'zimizni kerakli his qilamiz. Men hamma yo'lda borman, anuni ham, ma'muni ham, даже kechasi 3 gacha ishlab chiqsak ham, zato men kerakman degan hissi bor-da. Agar topshirishni boshlasak biza, qo'limiz bo'shab qoladi. Xuddiki men kerak emas ekanman degan hissi paydo bo'ladi. Shu hisdan juda ko'pchilik qo'rqadi. 100%. Dildor, mana shu gapingizgacha prям 100% qo'shilaman, chunki o'zimda shu narsa bo'lgan. Yaqindagina, unaqa uzoq ham bo'lmadi. O'zimcha har doim aytardim, operatsiyankadan chiqish kerak, operatsiyankadan chiqish orzuyim. Hamma narsani tizimlashtirib qo'ysam-da, bo'ldi, maza qilib yotsam-da, pul kelursa, hamma ishlasa o'z joy-joyida desam, deganman-da. Haqiqatda 1-2 yilda shu narsani ozmi ko'pmi qildim. 70%, 80% tizimlashdi. Qanaqadir faqat biznesdagi ключевой joylarda kerak bo'ldim, boradigan bo'ldim, lekin o'zim shunaqa keraksizlikni his qildim. Уже menda sekin stressdan keyin depressiya boshlanishni boshladi. Неужели men o'zimni biznesimga o'zim kerak emasman dedim-da, yana keyin mikromenejmentga tushishni boshlab, qo'lim bilan nimadirlar qilib, qatlardadir urush topib, jahlim chiqib, nimadirlar qilib yurdim. Lekin o'sha yerda men tushundim, yo'q, men noto'g'ri ish qilyapman. Agar bu loyihani shunaqa tizimlashtirib o'z yo'liga qo'yib olgan bo'lsam, demak boshqa loyihaga o'tishim kerak deb o'yladim. Haqiqatdan mana shu aytganingizdek o'zimni juda yomon his qildim lekin. 1-2 kun haqiqatdan voy endi nima, men kerak emasmanmi? O'zimni keraksizdek his qilib qoldim. Telefon, chunki tadbirkorlar juda aksariyatda o'qishga kelgan tadbirkorlar telefonni chakaga tegmaydi va jiringlayib yuradi. Ular aytishadiki, ota-onamga vaqtim yo'q deyshadi, farzandlarimga vaqtim yo'q deydi, kechgacha jiringlaydi. Psixologiyada вторичный выгода degan termin bor-da, ikkilamchi manfaat degan. То есть to'g'ridan to'g'ri qarasang, odamni charchatadigan narsa telefon qilib yotishda. Ikkilamchi manfaat inson uchun bu man doimiy ravishda hammaga siz hech narsa hal bo'lmaydi degan fikr beradi-da. Bu narsa e'tirofda, bir qaysidir ko'rinishda e'tirof, men zo'rman, siz hech qaysi bir ish qila olmaydi deganida. Shu narsadan chiqib ketish juda qiyin. Prosta shu payt men aytamanki, sizlar tushuninglar, sizlar juda qobiliyatli insonsizlar, tadbirkorsizlar, tadbirli insonsizlar deyman. Sizlar shu narsani amalga oshirdinglarmi, epladinglarmi, shunchalik qildinglarmi, topshiringlar-da, fokusinglarni yana boshqa narsaga qaratinglar, yana gullatasizlar, yangi sohani, yangi yo'nalishga kuchinglarni ketkizsanglar bo'ladi, farzandinglarga ko'proq vaqt ketkazasizlar. Chunki bu holatni o'zgartirmasa, rostdan operatsiyankadan sekin-sekin chiqmasa qisman хотя бы
va topshirishni boshlamasa bu cheksiz davom etolmaydi. Odam kuyib tushadi, выгорание bo'ladi. Qayerdadir уже kuchi yetmay qoladi. Bu yerda na san rivojlanasan, na biznes, na insonlar ishsiz qolishi mumkin. Uni ham mas'uliyatini odam tan olib olish kerak. Haqiqatda keyin mana o'ylashadi, biznesimni rivojlantirmoqchiman deyshadi, lekin o'sha odamlarni boshqaruvini bilmagani uchun rivojlantira olmaydi-da, haqiqatda o'solmaydi. Ani o'sishni xohlayapman deydi-yu, lekin o'zini oyog'iga o'zi bolta bilan urib turadi. Hech qachon bitta o'zingiz ani pedestalga chiqib eng zo'ri bo'lib bo'ldi, men zo'rman deya olmaysiz hech qachon. Shu jamoani boshqarishni o'rganish kerak, mas'uliyatni olish kerak, risk qilish kerak, tavakkal qilish kerak, o'qitish kerak. Birinchi navbatda men o'ylayman, rahbar ustoz bo'lish kerak. O'sha ustoz bo'lib yoniga olib, o'qitib, o'rgatib, keyin joyiga tushirsa, menimcha ancha yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, Dildor opa, mana ozgina rahbarlar haqida gaplashdik, xodimlar haqida gaplashdik, jamoa haqida ham keling gaplashamiz. Kuchli jamoa deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Mana men qachon bilamanki, bo'ldi mana Rivan Group jamoasi juda kuchli jamoa ekan deb o'zimni jamoam bilan qachon faxrlansam bo'ladi? Qaysi metrikalar bilan o'lchashim kerak uni? O'zi kuchli deganda hammani tasavvuri har xil bo'ladi-da. O'shaning uchun birinchi navbatda kuchli deganda har bitta inson savol berayotganda men uchun kuchli qanaqa jamoa degan javob berish kerak. Meni tasavvurimda agar mendan so'raladigan bo'lsa, eng birinchi navbatda mana kursim borda, kuchli va sodiq degan. Va kuchli deganda biz ko'pincha bu professionallar jamoasini hisoblayman men. Professionallar, ya'ni har bitta biznesda rol bor. Lavozim desak bo'ladi, pozitsiya, kimga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa tushunsa bo'ladi. Va shu rollarga qo'yiladigan talablar va qilinadigan vazifalar va keltiradigan natijasi bo'lishi kerak. Ko'pincha biz jamoa yig'ayotganimizda bu narsalar noaniq bo'ladi. Chunki biz intuitivna, vaziyatli qarorlar qabul qilamizda. Menga hozir ishim ko'payib ketdi, endi menga hozir marketolog kerak yoki ishim ko'payib ketdi, menga bitta boshqaruvchi administrator kerak, yo menejer kerak, yo buxgalter kerak edi, lekin hech kim aniq yozmaydi-da, vazifasi mana bunday iborat, talablari mana bunaqa bo'ladi. Menga yaqin muddat ichida mana bunaqa natijalar qilish kerak degan aniq tasavvur bo'lmaydi-da. Mana shu joyda уже kuchli jamoa yo'q desak bo'ladi. Chunki sen bilmaysan kim senga kerakligini, sen bilmaganingdan keyin qanaqa qilib atrofingda kuchli insonlarni yig'asan. Chunki sen bilmaganingdan keyin yana bitta juda katta xavf bor. Sen aniq bilmaganingdan keyin kelib chiroyli gap gapiradigan odam seni boshini aylantirib ketish ehtimoli 95%. Chunki sen yozmagansan, shu bo'yicha odam tekshirmaysan, bilimlarni aniqning oldiga maqsad qo'ymaysan va u chiroyli gaplar bilan necha oylab, yillab boshini aylantirib yurish mumkin. Ya'ni uni ishga olgan bo'lsang. Ikkinchisi sodiq jamoa deganman va bu ключевой joyi nimaga? Chunki sodiq jamoa men tasavvurimda bu sen biznes boshlagan bo'lsang agar, seni qadriyatingga mos insonlar bo'lish kerak jamoada. Chunki keskin farqlanadigan bo'lsa, sen bilan ham nafas bo'lmaydi bu insonlar. Ko'zi yonib ishlamaydi, sen uchun javob kuydirmaydi. Faqatgina mana seni qanaqadir muayyan bir qadriyatlaring bor, mas'uliyatlilik bordir, halollik bordir, rostgo'ylik bordir, samimiylik misol uchun yoki natijaviylik bordir. Atrofingda aynan shunaqa insonlarni yig'sang, sizlar bitta yoqadan bosh chiqazib ishlayotgan bo'lasizlar-da va seni gapingni tushunayotgan bo'ladi. Agar umuman keskin mana qadriyatimiz, madaniyatimiz har xil insonlarni olsak, ezilib ketamiz ularga yetkazib fikrimiz. O'shaning uchun birinchi navbatda qadriyatimiz insonlarni yig'ishimiz kerak, ikkinchi navbatda professional insonlarni yig'ishimiz kerak. Ana o'shanda kuchli jamoa bo'ladi. Обязательно. Shu yerda men gapingizga 100% qo'shilaman. Professional deganda nimagadir ko'pchilik rahbarlar o'zidan kuchli bo'lgan yoki kuchli insonlarni olishga qo'rqadi ishga. Birinchidan o'zi o'ylashadi, ular meni joyimga egallab oladi deb o'ylaydi yoki bo'lmasam o'ylashadi, mendan juda ham aqlli bo'lsa menga aql o'rgatadi, meni rahbarligim tushib qoladi deydi yoki bo'lmasam ularga oylik to'la olmayman deydi. Lekin mana shu men endi o'zim tadbirkor sifatida aytib o'tib ketay, aynan kuchli insonlarni olishingiz, ekspertizasi jihatidan ham, qadriyati jihatidan ham mana shu juda kuchli bo'lgan insonlarni olishingiz sizga juda katta vaqt tejab beradi va komandangizni o'stirib beradiki, lekin hech qachon minusga ishlamaydi. O'ylashingiz ham kerak, mana shu oylik to'lamayman boshqa deb. U sizni shunaqa darajaga olib chiqib qo'yadiki, o'ziga o'zi oylik to'lasa bo'ladigan darajaga keladi. Unaqa insonlar oldingizda kelib ishlash uchun ham o'shanga yarasha tizim, qanaqadir boshqarishni bilish kerak, o'zingizda ham o'sha rahbarlik xislatlar bo'lishi kerak. To'g'rimi? Boshqarishni bilmasa kuchli inson yeb qo'yadi.
Shunaqa. Shu momenti bor. O'shaning uchun birinchi navbatda boshqaruv instrumentlarini o'rganish kerak bo'ladi. Dildor opani hozir aytganlaridek qadriyatli degan shu qadriyat haqida gapirdilar. Bu o'zi yana chuqur mavzu. Hali bu haqida yana bir 10 soat gaplashsak ham menimcha tugata olmaymiz. Lekin aynan shu qadriyat masalasida menga yordam bergan bitta cheklistlari bor. Menimcha qadriyat so'zini sahifalarga obuna bo'lib Instagramda yozsangiz sizlarga ham yuborib berishadi u cheklistlarni. O'sha cheklistda xullas 40 ta qadriyatlar bor. Mana shu aytganlar hammasi bor. Halollik bor o'sha yerda samimiylik, natijaviylik, xullas har xil qadriyatlarni yozganlar va 8 tasini belgilash kerak bo'lgan. 5 tadan 7 ga. 5 dan 7 tagacha belgilash kerak bo'lgan va o'sha belgilaganlaringizni o'zingiz jamoangizga xo'j jamoangizda bitta odam bo'lsa ham, o'sha odamga gapiraverasiz, har majlisingizda, miyasiga quyasiz. Shu uxlaganda uyg'otsangiz ham shu qadriyat haqida gapira oladigan darajaga keladi. Har qayerda bu keyin zo'r ishlaydi. Chunki bu narsa men sezdim shu narsani Dildor o'rgatganlaridan keyin. Qadriyat shakllantirasiz-ku, jamoangiz o'zini to'g'rilab yuraveradi, o'zi natijaviyligi baland bo'laveradi. Misol uchun mana siz mana jamoamda qadriyatlardan bittasi o'sha halollik. Misol uchun biz yolg'on gapirmaymiz, yolg'on etib aldab sotmaymiz hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilmaymiz. Nimadir va'da qildikmi, oxirigacha qilib beramiz. Xullas shuna halollik degan qadriyatimiz bor. Men buni har safar aytaman, qadriyatimiz bormi, shunaqa deb. Men o'sha ko'raman. Qanaqadir ish momentlarida shunaqa holat bo'ladiki, o'sha aldab yuborish mumkin bo'lgan joy bo'lsa yoki halol emas yo'l tutish mumkin bo'lgan joyda ular to'xtaydi. To'xta deydi, bu bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi deydi. Bizning qadriyatimiz bor kompaniyamizning, biz unda bo'lmasa chiqib qolamiz deydi. Xuddiki bilasizlar, mana oilaga o'zingizlarni mansubliginglarni tan oldinglar, qabul qildinglar, bo'yningizga shu mas'uliyatni oldinglar. Endi agar o'shanga qarshi yuradigan bo'lsangiz, shu qadriyatga sira oiladan chiqib qolasizlar. Shuning uchun shu qadriyat masalasi zo'r ishlar ekan. O'shanga sahifalarga obuna bo'linglar deb, shu qadriyat so'zini yozsanglar, shu cheklisti yuborib beradilar. O'zingizlar belgilaysizlar shu 5 tadan 7 tagacha, bu narsani har doim singdirib borasizlar. Menimcha 1 yilcha vaqt kerak, lekin nechta odam bo'lsa ham bu narsani singdirishga. Biz ham halicha zo'r singdirib olganimiz yo'q, lekin yo'ldamiz, lekin zo'r ishlayapti shu ham. O'sha narsani biz aytganimiz ham yaxshi bo'ldi. Dildor opa, keling yana nazorat va mikromenejment haqida gaplashaylik. Nazorat bilan mikromenejmentda farqi nimada? O'zi mikromenejment termini qayerdan kelgan? Nima o'zi u? Yaxshi savol. Mikromenejment ham o'zi nazorat, lekin har bitta boshqaruv darajasida nazoratni ham darajasi bor. Xo'p. Ya'ni mana misol uchun sen xodim bo'ladigan bo'lsang, oddiy xodim bo'ladigan bo'lsang, seni vazifalaring bor va shu vazifalar bajarilishini ta'minlashing kerak. Shu vazifalar bajarilishini ta'minlash uchun sen o'zingni nazorat qilib borasan, to'g'ri? Har bitta qadamni mayda-chudasini bilishing kerak. Qanaqa amalga oshyapti? Sen yuqoringda turadigan yana bo'lim boshlig'i bo'lishi mumkin. Uni tepasida departament yoki o'rinbosar, direktor o'rinbosari bo'lishi mumkin. Keyin direktor bo'ladi va biznes egasi bo'ladi va har bittasini nazorati, mana misol uchun biznes egasi bu xodim qilayotgan ishini ichiga aralashish kerak emas-ku. U faqat bosh direktor bilan gaplashadi. Umumiy biznesdagi holat bo'yicha, sof foyda bo'yicha, misol uchun qilinayotgan natijalar, qanaqa maqsadlar biznesda qo'yilgan bo'lsa, o'shalar bo'yicha gaplashadi. Bosh direktor uni qo'l ostidagi o'rinbosarlarni bloklari bo'yicha gaplashadi. Agar bosh direktor har bitta xodimni ishiga aralashayotgan bo'lsa, bu mikromenejment. Vaholanki u bu ish bilan shug'ullanishi kerak emas. Chunki qanchalik ko'p rahbar mikromenejmentga kirib ketsa, shunchalik strategik masalalarga uni vaqti qolmaydi. Rahbar yuqori darajaga chiqqani sari u strategik fikrlash kerak. Tepadan turib, qayerga yuryapmiz, nima harakatlar qilishimiz kerak. Mana xodim konkret mana harakatida mana bunaqa qadam qilish kerak deyish kerak emas. Chunki har bitta xodim o'zini mas'uliyat darajasida javob beradi har bitta qilayotgan ishi uchun. Javob bermasa, prosta bunaqa xodim ishlash kerak emas-da. To'g'ri. Mikromenejmentga ketayotgan aralashayotgan rahbarlar, значит, nazoratni to'g'ri amalga oshirmayapti. Va nazoratda ham o'ziga yarasha turlari bor-da. Mana eng katta xato bizdagi rahbarlarda vazifa beriladi, oxirida tekshiriladi. O'zi vazifa berilayotganda juda ko'p xatolar bor. O'rtasida so'rab turishmaydi. Oraliq nazorat bo'lmaydi va oxir noto'g'ri qilgandan keyin men senga nima dedim deb asabiylashib, ikkala tomon asabiylashib boshlanadi. Shuning uchun qayta aloqa juda ko'p gapiraman, kommunikatsiya bo'lish kerak deyman. Biz postoyanno xodimlar bilan muloqot qilishimiz kerak. Chunki nazorat bu ham bir san'atda, to'g'ri qilish.
oraliq nazorat bizga vaqtida jarayonda to'g'rilab ketishga imkoniyat beradida va juda ko'p xavflarni oldini oladi. Agar biza xodimlarimizni ham o'rgatsak, bu mikromanagementga kirmaydi, bu oraliq nazoratga kiradi. Har bitta qadam emas, qalay ketyapti. Mana misol uchun bilmayman, biz 100 million qilishimiz kerak. Bir oyda har haftada 20 milliondan 25 milliondan qilishimiz kerak. O'z rejamiz bajarilyaptimi? Necha million bo'ldi? 15 million bo'ldi. Okey, nimaga 25 bo'lmadi? Nima xatolar, nima muammolar bo'lyapti? Qanaqa yechimlar qilishimiz mumkin shu. Sen ishingni qanaqa qilyapsandan boshlamaydi. Nimaga bunaqa bo'ldi va qanaqa muammolar bor? Shu haqida gaplashish kerak-da rahbarlar. Pastga tushgan sari u ichiga kirish kerak. Yuqoriga chiqqan sari u tepadan qarash kerak, nazorat qilish kerak. Oraliq hammada bo'lishi kerak. Xodimdan tortib biznes egasigacha oraliq nazorat bo'lishi kerak. Tushunarli. Adildor opa, men yana mana shu org struktura haqida gaplashmoqchiman. Mana shu org struktura menimcha hamma tushunishadi. Tashkiliy tuzilma. Tashkiliy tuzilma. Nimagadir men oxirgi paytlarda sezdim. Bizda faqat org strukturada tepadan pastga buyruq va pastdan tepaga hisobot. Shunaqa ketyapti. Vertikal ketyapti. Lekin gorizontali yo'q. Nimaga? Xodimlar ham bir-biri bilan o'zi gaplashmaydi, qanaqadir muloqot qilmaydi, ishlamaydi va qanaqadir bo'lim boshliqlari ham bir-biri bilan ishlamaydi. Faqat mana shu juda o'rinli savol. O'rinli savol. Mana shu muammoni qanaqa hal qilsa bo'ladi? Men o'zimda ham shunaqa javob. Nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'yladim. Birinchidan men o'zi o'rgatmaganman. Qanaqadir team buildinglar qilib, bir-biri bilan yopishtirmaganman, jipishtirmaganman deb o'yladim. Ikkinchidan, tez xodimlar almashyapti-ku, ulgurib olmayapti o'rtoq bo'lib olishga, nimadir muammosini bir-biri bilan hal qilishga ham deb o'yladim. Yoki balki yana qanaqadir xatolar bormi? O'sha bo'yicha ham ozgina aytsangiz. Bu yerda xodimlaringiz almashinuvida ham katta muammo yo'q, chunki o'zi instrument yo'q. Tega, chunki instrument bor bo'lsa, u qog'ozga tushirilgan bo'lsa, o'qitish darajasiga tushirilgan bo'lsa, yangi xodim kelishi bilan o'rganadi, kirib ketish mumkin va hamma o'rtoq bo'lish shart emas jamoada o'zi tega. O'rtoq bo'lib ketsa hammasi nabarut sal negativ asoratlari ham bo'lishi mumkin. Biz o'zbekchilik hisobga olgan holda endi. Albatta. Endi nima instrument? Muvofiqlashtirish instrumenti bor. Muvofiqlashtirish instrumentida biza mana ko'pincha hozir nazorat etdim, o'sha vertikal nazoratni hisobga oladi, lekin gorizontal nazorat bor-da. Gorizontal nazoratda xodimlar bir-biri bilan muvofiqlashtiradi ishini. Va o'zbek biznesda juda ko'p shunaqa narsa borki, shu rahbarlar bitta-bitta gaplashadi rahbarlar bilan. Bo'lim, yo'nalish, boshliqlar bilan bitta-bitta chaqirib gaplashadi-da. Nimaga unaqa bo'ladi? Yana ikkita vaziyat. Birinchisi boshqaruv to'g'ri instrument ishlatmaganda, ikkinchisi psixologik hammani yig'ib olishdan ko'pchilik qo'rqadi. Yo'q, hayajonlanadi, asabiylashadi, hamma bilan baravariga gapira olmaydi. Bu ham nutq mahorati, muzokaralarni olib borish san'atiga o'xshagan bilimlar-da. Shu bilimlarga ega bo'lish kerak. Muvofiqlashtirishda men har doim zo'r instrument o'rgataman kursimda. Nima qilish kerak? Senga yetib kelguncha sen rahbar bo'lsang, biznes egasi bo'lsa, pastda hamma muvofiqlashtirish ishlari sengacha bo'lish kerak-da va yechim bilan kirilish kerak. Meni holatimda men muvofiqlashtirish qanaqa katta kompaniyani boshqarganimda qanaqa borardim? Pastdan tepaga kichkina muvofiqlashtirishlar bo'lardi. Ya'ni bo'limlar bo'ladigan bo'lsa, bo'lim rahbari xodimlar bilan o'tkazadi. Tepada departamentlar bor, departament 2-3 ta bo'limlar bo'lardi. Departament rahbari bo'limlar uchun o'tkazadi. Hamma bilan birga. Hamma o'zini qilayotgan ishini aytib beradi, rejalarini aytib beradi, muammolarni birga hal qilishadi. Hal qilgandan keyin undan tepaga chiqadi. Undan tepaga chiqqanda gorizontal yoqiladi. O'rinbosarlarga kirguncha departament rahbarlar o'zaro muvofiqlashtirishadi. Bir-biriga anaqa beradi, hisobot. Ko'rganmiz qaysidir kompaniya shunaqa. Hech qayerda yo'q, bo'lim boshliqlari direktorga emas, bir-biriga hisobot beradi. Lekin eng zo'ri zo'r bo'ladi. Misol uchun, meni sotuv bo'limim agar marketing bo'limiga borib, qarab biz mana bunaqa sotuv qilyapmiz, mamchilik обработка qildik deb u unga aytganida, marketing bo'limi zato men shuncha target yoqdim, reklama yoqdim deganida, mengacha ancha-muncha muammolar hal bo'lib ketgan bo'ladi. Odatda bu nizo ko'rinishda bo'ladi. Nima olib kelsalar qanaqalik bu hech qaysi kachesi bo'lsa ham o'sha, bo'lmasa bir xil joyda o'tiradi bir-biridan. Gapirdi. Eng zo'ri shu yerda mana muvofiqlashtirish jarayonida gorizontal muvofiqlashtirishda o'sha departament rahbarlari bir-biriga hisobot berishadi, qilgan ishlari, qilmoqchi bo'lgani. Eng zo'r joyi birinchidan bu yerda dublирование ketadi, ya'ni qaysidir
lavozimlar, rollar yoki bo'limlar bir xil ish qilayotgan bo'lib qoladi-da. Mana shunaqa muvofiqlashtirishni hech kim bir xil ish qilmaydi. Bir-biri bilan muvofiqlashib qiladi. Ikkinchisi juda mo'shna narsasi bu moliyaviy tomoni. Chunki uning ichida moliya departamenti ham o'tiradi-da, hammaga pul kerak, to'g'rimi? Keyingi haftaga misol uchun men rejalashtirdim, men target rejalashtirdim. Ani xomashyo sotib olish kerak, men logistika uchun pul to'lash kerak, HRlar xodim qidirishiga pul kerak. Marketingga nima uchun, reklama uchun kerak, yana kimgadir. Hamma xarajati bor. Eng yomoni bu vertikalda. Rahbarga keladi umuman. Hamma keladi deb menga pul kerak deydi. Keyin o'ylab o'tiradi rahbar. Voy ma'mulaga 500 million kerak ekan, meni byudjetimda 200 million. Qanaqa taqsimlasammi deb o'tiradi, to'g'rimi? Uydan pul olib chiqadi. Boshqa. Ha, yana oylik to'lashim kerak deydi. Rostdan ham uydan olib chiqadi. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun o'sha gorizontal muvofiqlashtirishda ular bir-biri bilan kelishib olishadi. Mana misol uchun menga 50 million, menga 100 million, menga 200 million o'rtoqligi moliyachi aytadiki, bizda 200 million bor deydi. Keyin bittasi aytadi, "Okey, menga kamroq kerak" deydi. Men bunga roziman. Men bunga misol uchun keyingi haftaga o'tkazib turishim mumkin, men rejamni deydi. Ular 200 millionni ichiga sig'dirishadi. 200 million Yoki bo'lmasam xatchab o'ylab qoldim. Mana sotuv bo'limi aytadi, "Kerakli men sizlarga shu 300 millionni topib beraman, qarzdorlarning pulini yig'ib beraman" deydi. yoki talab qo'yishadi sotuv bo'limi. Davay yig'ib bergin, biz pulsiz qila olmaymiz. Zo'r deydi. bo'lib ketadi. Keyin bu yechimlar bo'lim direktor top managementga kiradi. Top managementga kirganda ular обработка qilishadi. Все okey bo'lsa, direktorga tayyor yechim kiradi. Mana bunaqa muammolar, mana bu yechimlar, moliyaviy holat, mana bunaqa taqsimot berilayotgan, taklif qilinayotgan taqsimot, mana bunaqa nima deysiz deyiladi. Albatta oxirgi qaror rahbarda, lekin tayyor yechim bilan kirganda sen o'sha boshingni qotirib o'tirmaysan. Bir, ikkinchi siz aytgan muammo hal bo'ladi. Gorizontal kommunikatsiya doimiy ravishda odamlar bir-biri bilan muloqot qilishni o'rganadi. To'g'ri, zo'r. Yaxshi bo'ldi shuni aytganimizni. Endi mana rahbarga aytyapsiz-ku, o'shani zo'r gap bor-ku. Menga muammosi bilan kelgan xodimni o'zi muammo. O'sha yechimlar bilan kelishi kerakligini qanaqa o'rgatsa bo'ladi, qanaqa tushuntirsa bo'ladi ularga. Yoki yechim bilan kelmasa qaytarib yuborish kerak, yechim bilan kel deyish kerak. Shunaqa? Shunaqa. Faqat bu joyida nyuansi bor. Yangi xodimlarga unaqa deb bo'lmaydi. O'rgatish kerak. Yangi xodimga sekin-sekin bosqichma-bosqich uni moslashtirish jarayoni bor. Keyin o'sha yechimga muammoga yechim bilan kelishga o'rganish jarayoni bor. Nima deb o'ylaysan? Nima qilsak bo'lardi? Hozir yechim bilan kelmagan bo'lsang, bor chiqib ket deyilmaydi-da. Unga boshida nima deb o'ylaysan? Nima qilsak bo'lardi? Qanaqa variantlar bor? Xo'p, bu variant bo'lsa, qanaqa pluslari, hali aytganingizdek, qanaqa minuslari bor? Keyin tahlil qilib ko'ramiz, qadamma-qadam. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, mana tashabbusni buzish kerak emasdi-ku. U misol uchun yechim bilan kiryapti. Bizda tajribamiz bo'lgani uchun unda xato ko'ra olamiz. Shuning uchun aytamizki, ya to'xta, xato bu, to'g'ri o'ylasin, bor o'ylab ketsa, nimasi xato ekan deb o'ylab o'tiradi-da. Qanaqa fikrlashni ham, tahlil qilishni ham bilmaydi. Shuning uchun keyin o'ylab ko'raylik, o'zi bu vaziyatda qadamlaring nimadan iborat bo'ladi? Mana bu holatda nima qilasan, mana bu holatda nima qilasan deganingizda uje xavfli joylar chiqib kelib bo'ladi-da. U ko'ra boshlaydi. Va shu orqali siz uni tahlil qilishga ham o'rgatasiz, yechim topishga ham o'rgatasiz. Kritiskiy мышление deydi-yu, o'sha narsa shakllanish boshlaydi. To'g'ri. Shu 5-6 marta qilingandan keyin, uje 7-marta kirganda, agar mana bunaqa muammo bo'lyapti deganda, sen nima qilishing kerak edi deysiz. Uje yechim qidirishga yordam bermaysan, nima qilishing kerak edi deysiz. Keyin u tushunadi, yechim topish kerak. Endi shu yerda yana bitta zo'r savol keldi bizga. Nimaga ko'pchilik bilasizmi, nimaga o'zi qo'rqishadi xodim yetishtirishga shunaqa o'rgatib ustozlik qilib? Chunki real xavflar bor-da. Birinchisi, shu ketib qoladi deb qo'rqishadi. Da. O'ylashadi, hozir hamma narsani o'rganib oldi, tushunib oldi, bilib oldi, o'zimdagi xuddi ish qiladi-da, ertaga o'zimga konkurent bo'ladi deyshadi. O'sha holatda biz nima qilsak bo'ladi? Xodimlar bilan qanaqadir 1 yillik shartnomami, 10 yillik shartnomami, qonun doirasidan o'zi bu mumkinmi? Qonun doirasida o'qitadigan bo'lsangiz, albatta subsidiya shartnomasiga o'xshagan narsalar qilsa bo'ladi. Men senga menimcha tikdim, seni o'stirishga, rivojlantirishga, shu mutanosib ishlab berishing kerak, yo pul qaytarib berishing kerak degan narsalar qilsa bo'ladi, albatta. Lekin uni qilib bo'lgandan keyin ham ketib qolish mumkin. Shuning uchun men har doim aytamanki, kompaniyada har doim ushlab qolish yo'llarini o'ylashingiz kerak. Ushlab qolish yo'llari bu oylik emas. Siz oylikni cheksiz ko'tara olmaysiz. Ko'p tadbirkorlar xodimlarga faqat pul kerak deb o'ylaydi. Eng katta xato, pul ushlab qolmaydi. Chunki u qaysidir patologgacha yetib keldi, stiklanli patolog bo'ldi u. Ko'proq pul topgisi keldi, qanish chiqib ketadi. Men o'zim alohida biznes qilaman deb. Hammasini o'rgatib bo'lgansiz-ku. Shuning uchun o'rgatish nuqtai nazaridan o'zbek biznesda bunga imkon yaratadigan ham holat bor-da, chunki biz xodimlarni hamma narsaga o'rgatamiz.
hamma yo'nalish bizda xodimlar hamma uchun javob bergardi. Man uchun emas. Mamma ham hamma ish qilib ketaveradi. Mamma ham hamma ish qilib ketaveradi. Bu hammasi hamma ish qilib olgandan keyin, siz unga hamma ish o'rgatib olganingizdan keyin, конечно, xuddi shunaqa chiqib biznes ochaveradi. Shuning uchun vakolatlarni bo'lib chiqish kerak, rollarni bo'lib chiqish kerak. Bu mamma uchun mas'ul bo'lsin, mamma uchun mas'ul bo'lsin. Bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, u hamma narsani eplolmaydi, uncha ishonch bo'lmaydi, bilim ham bo'lmaydi. Ikkinchisi, pul pastayan oshirib yurolmaysiz, tiklanib patologga yetgandan keyin. Shuning uchun uni ushlab qoladigan muhit bo'lish kerak. U borib hech qaysi o'zi ochgan kompaniyada, boshqa kompaniyada bu muhitni topa olmasin. Shu qadriyatli insonlarni, shu munosabatli, qayta aloqa beriladigan, o'stiriladigan, bir-birini tushunadigan, jamoaviyligi kuchli bo'lgan agar muhit yaratsangiz, u ketgisi kelmaydi bunaqa holatdan. Uchinchisi, bu o'sish imkoniyatlari bo'lishi kerak. Ya'ni agar karyera nuqtai nazaridan biznesingizda o'sib bo'lgan bo'lsa, siz bundan o'zingizning manfaatingizda foydalanishingiz mumkin, to'g'ri? U ertaga rahbar bo'lib, alohida biznes ochishlikda ochiladi deyman. Mana o'quv markazlar, klinikalar, salonlar juda ko'pida shu holat bor deb o'qiydiganlarda-da. Men aytaman, o'stirdinglar, yetishtirdinglar, birga ochinglar. Bar biznes ochishga kelyapti. Rahbarlik qilgisi kelyapti. U shu narsani qilib ko'rmaguncha bilmaydi, eplolmaydimi, yo'qmi. Eplolmay qolsa, bekor ishonaman deydi. Agar siz shuni sherikchilikda ochsangiz, birinchidan agar zo'r eplab ketsa, sizni tarmog'ingiz kengayib o'tgan bo'ladi, biznesingiz kengayib o'tgan bo'ladi. Eplolmay qolsa, bari o'ziga qaytib keladi. Yo'qotishlar yo'q-da, faktichески ikki tomonlama manfaat bor. Shuning uchun har tomonlama o'ylab ko'rish kerak, qanaqa ushlab qolishi mumkin. Qo'rqish kerak emas lekin. Tushunarli. Zo'r, o'zi ishchi bo'shatishdan nimaga bizlarnikilar qo'rqadi? Sizda ham hech shunaqa bo'lgan? Mana 8 talab, 1000 talab odam ishlatgansiz. Hech qaysi xodimingiz yo'q, qo'yib yuborgim kelmayapti yoki hozir bo'shatsam baribir o'rniga unaqa odam topa olmayman degan ichingizda qanaqadir his-tuyg'ular bo'lganmi? O'rniga unaqa odam topa olmayman degan his-tuyg'u hozir yo'q. Chunki prosta qidirishni bilishing kerak bo'ldi. Usullarni bilish kerak. Bizda shunaqa qo'rquvlar bor, menda ham bo'ladi. Nimaga? Birinchisi, bu bizani milliyligimiz, bizani tarbiyamiz, sharqona tarbiyamiz, andishamiz bor, ko'ngilchanligimiz bor, insoniyligimiz, musulmonchiligimiz, yana nimadir, juda ko'p sabablar bor. Ish narsa juda qattiq xalaqit qilib beradi bizga. Bo'shatishga vaqtida qat'iy qaror qabul qilishdi. Men shu vaqt aytamanki, shu payt siz butun jamoa uchun mas'uliyatingizni eslang deyman. Chunki agar siz bir yulduzli xodimmi qo'shtirnoqda yoki qanaqadir toksik xodimmi bo'shatishdan o'rniga odam topa olmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz-da, bo'shatishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, mana mashti butun jamoa jabrlanuvchida, faktichески shu holatda. Chunki bular shu narsani ko'rishyapti. Ular zaharlanishyapti. Shu narsadan motivatsiyasi, samaradorligi tushib ketyapti. Даже olimlarning anaqasi bor, tadqiqotlari bor. Shu tadqiqotlarning natijasiga ko'ra aytilganki, bitta toksik xodim atrofidagi xodimlar malakasidan qat'iy nazar samaradorligini 30-40% gacha tushirish mumkin ekan. Siz o'ylab yuribsiz, tasavvur qiling. O'ylab yuribsiz, bo'shatsammikin, yo'qmi debdi. Ammo bitta qolgan hamma jamoa siz ham shu qatorda jabrlanuvchisiz. Yaxshi inson bo'lish kerak deb yoshligimizdan bizga singdirishgan shu yaxshi bo'lish degan bizadagi ichimizdagi nima desa bo'ladi, qonun qoida keyin ertaga bizga hayotimizda juda ko'p xalaqit qilar ekan. Kecha mana bitta inson bilan ham gaplashib qoldim. Uje shunaqa holatga kelgan, uje xodimini bo'shatmasa bo'lmaydi. Uje gaplashib ham ko'rgan, tushuntirib ham ko'rgan, o'qitib ham, o'rgatib ham ko'rgan. Lekin uje uni bo'shatmasligi, uni boshqa xodimlarini o'zidan ketishiga ta'sir qilyapti. Uje shunaqa holatga kelib qolyapti-da, muhit shunaqa bo'lyapti. Bo'shating bo'ldi desam, yo'q deyapti. Bo'shata olmayman deyapti. Nimaga bo'shata olmaysiz desam, u men haqimda yomon fikrga borib qoladi. O'zidan ketib qolibdi, pul topib deydi deyapti. Sindrom хороший мальчик или хорошая девочка, что o'sha yoshligimizdan hammaga qulay, hammaga mos, to'g'ri, yaxshi bo'lishimiz kerak degan qala bizga juda xalaqit qiladi. Ayniqsa rahbar bo'lishda. Keyin men bitta narsaga bilasizmi, ishonaman, что har doim aytishadi-ku, a'lochilar emas, uchchilar zo'r rahbar bo'ladi, uchchilar zo'r biznesmen bo'ladi deb. O'sha narsa ham menimcha shu yoshlikdan bo'ladi. Mana a'lochilar baribir har doim ramkaga kirishga harakat qiladi-yu, o'sha to'g'ri, yaxshi, o'sha ota-onasi xursand bo'ladigan bo'lishga harakat qiladi. Lekin uchchi bo'lsang, unaqa shablonga kirmaydi. Mayli shunisiga ham roziman deydi, o'tib ketaveradi. Ularda unaqa sindrom хорошая девочка, хорошего мальчика. Perfeksionizm bo'lmaydi, o'shaning uchun ular ko'proq natijaga erishadi.
Shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, endi yana bitta savol. Do'stlar, qarindoshlar bilan ishlash, ularni ishga olish, ular bilan birga qanaqadir sherikchiliklar qilish, bu qanchalik to'g'ri va o'zingizni tajribangizda bo'lganmi shunaqa holatlar? Qarindoshlarni olganmisiz, do'stlar bilan ishlab ko'rganmisiz? Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri? Man qarindoshlarni olishga o'zi qat'iy qarshi insonman. Plus. Men ham xuddi shunday. Do'stlar, ulfatlar qat'iy qarshiman. Nega? Chunki o'zbek biznesi bu narsani уже isbotlab bo'lgan. 99% da hech kim baraka topmagan bu holatdan. Afsus. 1% bor. Qarindosh urug'lar, oilaviy bizneslar bor. O'ta mehr-oqibat kuchli-da, o'ta kuchli. Shunaqa kuchliki biznes ham ishlab beradi. Bor shunaqa bizneslar. O'ta shunaqa ichki qadriyatlar kuchliki, bor shunaqa qarindosh urug'lar, tanish bilishlar qilgan biznesi. Ichki mas'uliyat darajasi juda yuqoriki, san shu odamda uyalasan oldida, qayerdadir ishda befarq bo'lish kerak. Shunaqa agar qarindoshinglar, tanishlaringlar, ulfatlaringlar, yaqininglar bo'lsa, вот mana shu joyda men aytayotgan gaplar istisno просто. Yo'q, ta'sir qilmaydi. Olish kerak. Ular любой begonadan zo'r ishlab beradi, yoningda turib beradi. No, san bu narsaga 1000% uverin bo'lish kerak. Bunaqa holatlar o'ta kam. Просто исключение rostdan. Qolgan hamma holatlarda qarindosh urug'chilik bizaga vechni ezilishi, stressi, qiynalishimizni, vijdonimiz ezilishini, ichki monologimiz kuchayishiga olib keladi. Monolog degani nima? Chunki o'ylab yuraman, mana bunaqa desam, mana bunaqa bo'lish kerak edi, anaqa deish kerak edi. Nimaga o'zi oldim? Hozir boraman, xolamga, amakimga, bunga mana bunaqa deyman-de, ostonasidan kirib, "Ha, assalomu alaykum, xola yaxshimisiz?" deydi. Shu bilan esdan chiqib ketadi, tushunasizmi? Gapira olmaymiz. Bizning tarbiyamiz shunaqa, o'sha andisha, o'sha musulmonchilik emas. Aytolmaymiz-da ochiqchasiga. Shuning uchun agar oldingizmi, men har doim o'rgataman. Oldingizmi yaqiningizga, olmoqchimisiz ostona. Mana ostonadan kirding, san begonasan menga. Ostonadan chiqding, yana qadrdonimsan, jigarimsan, mehribonimsan, kimsan? Farqi yo'q. No, kirdingmi, ishchisan. Esingdan chiqmasin. Mana yerda biznesga eng katta xavf bu stresslardan, psixologik holatdan, jigarchilik, mehr-oqibatdan tashqari biznesga juda katta zarar yetadi. Chunki siz yaqiningizga hammadagi muomala qila olmaysiz. Shunaqa. Albatta muhit chirishni boshlaydi. Hamma ikki xil standart bo'ladi. Menga bunaqa munosabat, menga mana bunaqa munosabat. Причем eng yomoni nimaga begonalasanga joy kuydirib ishlash kerak? Yoningdagi yaqining qo'pol qilib aytganda tupurib qo'yganda. Unda qaraydi, "Ne, ana tupurib qo'ygan, nima men ishlashim kerak" deydi. Siz yana kutasiz hamma jon kuydirib ishlashini, ko'z yondirishni. Shuning uchun eplom, просто ko'pchilik eplolmaydi qarindosh urug'larni ishlatish. Men ham umuman qo'shilmayman. Shu yoshimgacha kam umr kechgan bo'lsa, kam umr yashagan bo'lsam ham qarindosh urug' bilan ishlash kerak emas deb o'ylayman. Do'stlar bilan ham ishlash kerak emas. Yo do'sti yo'qotasiz, yo qarindoshida, lekin hech bir gullab ketganini kamdan kam ko'rganmiz. O'shaning uchun menimcha unaqa qilish kerak emas. O'zingiz uchun prinsiplar nima, Dildor opa? Qadriyatlarim. Qadriyatlaringiz. Men ochiqman, juda ham samimiy odamman. Birinchi qadriyatim bu ishonch. То есть ishonch asosida bu ichiga samimiylik ham, ochiqlik ham, halollik ham hammasi kirib ketadi. Ishonch asosida munosabat qurish kerak. Men o'shaning uchun ham atrofimda ishlaydigan jamoaga yolg'on gapirmayman. Misol uchun yolg'on chidamayman, вообще ko'tarmayman umuman. Yaqinlarim ichida ham xuddi shunaqa, qarindosh urug'lar, do'stlar, dugonalar hech qachon yolg'on gapirmayman, yolg'onni chidamayman ham, gapirmayman ham. Biznesda ham shunaqa. Xuddi siz aytganingizdek, mijozlarga yolg'on gapirmaymiz. Chiroyli qilib bo'rtirib, qo'shib chatib, qayerdadir sotuvchilar shu narsani qilayotganini ko'rib qolsam, sразу gapiraman. Bo'rtirmanglar deyman. Borini aytinglar, borini yetarli darajada qiymatini ko'rsatish bilish kerak bo'ldi. Qo'shib chatish kerak emas. Hayotimda ham shunaqa ishonch asosida ishlashga, ishonch asosida munosabat qurishga harakat qilaman. Ochiq, hamma gap ochiq gapiraman. Hamma biladi atrofimdagilar. Nima gapim bo'lsa, mijozlar ham biladi даже. Nima gapim bo'lsa, sразу yuziga odamni aytaman. Andisha qilib o'tiraman, chunki andisha hech qachon hech kimga yordam bermagan. Bu eng asosiy prinsipim. Zo'r. Ishingizda hech xalaqit qilmaydimi? Odamlar sizdan xafa bo'lib qolib, Dildor opa yomon ekanlar deb o'ylab qolishmaydimi? Yo'q. Men oldin shunaqa o'ylardim. Shu fikrga, shu xulosaga kelgunimcha shunaqa o'ylar ekanman. Endi hammada shu sindrom bor, haliga aytganingiz, хороший девочки, yaxshi bo'lishga harakat qilamiz.
lekin to'g'risini aytsang naоборот seni hurmat qilishadi, naоборот eshitishadi. Chunki to'g'risini aytayotganingda sen jig'ibiyron bo'lmaysan-da, asabiyman, pikka yetgan bo'lmaydi, baqirib tashlamaysan, asabiylashib tashlamaysan, gapirib tashlamaysan-da. Endi menda ham 100% hamma endi shunaqaman deya olmayman, 95% shunaqaman, bir yig'ilib qoladi. O'zi siz talabchan insonmisiz? Talabchanlik qattiqqo'llik bilan qanaqa farq qiladi? Men talabchan insonman. Talabchan inson kim? Nima xohlayotgan, bilayotgan, ish narsani talab qilayotgan, to'g'ri? Qattiqqo'llik nima u? Qattiqqo'llik menimcha endi shu o'tda ko'proq mana talabchan bo'lib turib, lekin yaxshi yumshoq gapirib, boshini silab, qanaqadir mehr berishingiz ham mumkin-da, lekin qattiqqo'l bo'lsangiz, har doim mana surovый отец bo'ladi-yu, такой qil, jahldor. Obke, mana shunaqa desangiz bo'lsa kerak. Ha, значит bir xil narsa o'ylar ekanmiz. Qattiqqo'lligiga men qarshiman. Men qat'iy bo'lish kerak deyman. Qattiqqo'l bo'lish kerak emas, qat'iy bo'lish kerak deyman. Qat'iy deganda mana qaror qabul qildingizmi? Shunga rioya qilish kerak. Misol uchun hali bo'shatish haqida gaplashdik. Sizni qadriyatlaringizga, qo'yilayotgan natijalarga mos bo'lmayaptimi inson? Qat'iylikka rioya qilish kerak. Bu yerda qattiqqo'llik yo'q-da, qat'iylik bor. Talab bor. Talab qilyapsiz, bo'lmasa chora ko'rasiz. Bo'l. Zo'r. Lekin adolatparvarlik Dildor opa juda ham har doim o'zlarini qo'llaridagi rahbarlarga ham, o'sha boshqa xodimlarga rahbarlik qiladigan shu narsani talab qiladilar, adolatparvar bo'ladi. Men ham o'ylayman, adolatparvarlik juda ham muhim, chunki zulm qilib qo'yishimiz kerak emas, ertaga narsaning javobi bor. Biz rahbar sifatida o'sha tizimni yaratib, to'g'ri o'qitib, to'g'ri so'rab olishni bilishimiz kerak deb o'ylayman. Sizni bugungi Dildora Tursunova qilgan eng katta burilish nuqtasi hayotingizda qaysi bo'lgan? Eng katta burilish. Endi hayolimga kelganini aytaman. Menimcha hayolga birinchi narsa kelgan bo'lsa, o'sha to'g'ri bo'ladi deydi. O'zi odatda psixologlar burilishlar juda ko'p bo'lgan o'z hayotda. Ikkita burilish ekan. Hozir hayolimga kelgan. Birinchi burilish Uzinfocomda ishlaganimda, hali unda HR direktor edim. O'quv markazi ochgimiz kelganda, shu o'quv markazi aynan IT sohasida xodimlarni o'qitish uchun, chunki kompaniya sistemani ishlab chiqardi, ularni ishlatadigan xodimlar yo'q edi. Bekorga shuncha pullar ketyapti. Xodimlarni o'rgataylik, bilishsin ular shu sistemadan foydalanish, raqamlashtirishdan deyapman-da. Keyin direktor o'sha payt meni qo'llab-quvvatlaganda ochib bergan. Men ochib beraman degan, ko'p pul bermayman, u yog'iga o'zing amallaysan deganda. Endi hech qachon biznes boshqarmaganman, men uchun juda katta challenge bo'lganda bu. Men faqat xodimlarni boshqarish, jamoani boshqarish, lekin moliya, marketing, umumiy ishni tashkillashtirish, sotuv, skriptlar, yana nima, vobsh yaqindan bilmaganman-da o'sha payt. Bu narsani noldan shuni qurish kerak edi, mijozlar bazasi yo noldan mijozlar bazasini yig'ish kerak edi. O'shanda esimda bor, go'sorganlar 119 ta go'sorgan, davlat organlari bor edi. Bizning klientlarimiz ular bo'lish kerak edi, mijozlar. Har bittasi bilan gaplashishim kerak edi. Men uchun bu juda katta stress edi. Notanish insonlar senga rad javob beradi, sen kimsan o'zi, seni haqingda eshitmaganmiz deydi. Noldan ochilgan o'quv markazi. O'sha eng katta burilish bo'lgan, chunki ertalab 6 da mashina ko'zim ochilardi. 12 da zo'rg'a uxlardim. Kitoblar, podkastlar, nimadirlar eshitardim. Rosa ko'p o'qiganman, rosa ko'p o'rganganman. Marketing o'shanda targetlar nimaligini o'rganganman. Pram o'tirib YouTubedan o'rganib o'tirardim-da, target yoqishi. Dastur qiling. Skriptlar nimaligini, skriptlar tuzganman sotuvchilar uchun-da o'sha payt. O'sha eng katta burilish bo'lgan, chunki eng biznesni boshqarishi fundamental bilimlari, ko'nikmalar shunda paydo bo'lganda. 119 ta davlat organ vakillari bilan gaplashish men uchun o'sha juda katta bir sinov bo'lgani uchun har bittasiga tayyorlanardim-da. Bu ham dahshat mamnun muzokaralar olib borish ham, nutq mahoratini ham, ichki qo'rquvni yengish ham hammasiga yordam berar ekan. O'sha juda katta transformatsiya bo'lgan. Ikkinchisi juda katta aynan hozirgi holatimga keladigan burilish bu Ibrohim Gulamovda ishlaganman. Ibrohim akada Ibrohim akani kompaniyalarida PCG Perfect Consulting Group bor edi. Shunda ijrochi direktor edim, boshqarardim kompaniyani. Ibrohim akani hozirgacha juda zo'r treninglari bor, biznes coachinglari bor. Shu coachinglari tog'da o'tardi, laynerda o'tardi 3 kunlik. Va 3 kunlik tadbirkorlar 300 ta tadbirkor shaqa borardi. O'tda ertalab 7 dan boshlab dars o'tishardi. Shunda Ibrohim aka hozirgacha
shukur deyman, duo qilaman. Balki yetib borsa kerak duolarim shu insonga. Ular aytganlarga bir kun dars o'tganlarda, ikkinchi kun xodimlarni boshqarish, jamoani boshqarish darsi bo'lganda, ular aytganlarga kechqurun bo'lyapti bu gap. 5-6 lar bo'lsa kerak. Ertaga siz dars o'tasiz deganlar. Hali hayotida dars o'tmagan. Вообще dars. 300 ta tadbirkor yana. 300 ta tadbirkor. Men dars o'tmaganman. Na prezentatsiya, na dars o'zi strukturasi. Kimingiz ham mosmas edi o'sha. Вообще krossovkalarda, jinsilarda borganman, chunki men endi rahbar sifatida просто jarayonni tashkillashtirib yurgan, kontrol qilib yurgan odam bo'lganman-da. Qanaqa desam, Ibrohim akani zo'r gap. Nima qilish kerak yetishtirish uchun deysiz, ishonish kerak. Farzandga ham, xodimga ham. Men sizga ishonaman deganlar-da. Hazillashib qo'ydik. Men sizga ishonaman deganlar-da. Keyin, men juda mas'uliyatli insonman-da. O ishondim, значит qilish kerak deyman-da men. Borib chiqib kechasi 3 gacha, ertalab 3 gacha prezentatsiya tayyorlaganman. Просто tushunish uchun tadbirkorlar toqqa borganda 3, 4, 5 gacha mafiya o'ynashardi. Keyin uxlashardi, soat 7 da darsga kelishardi. 2 soat, 3 soat uxlashardi, qistirab o'tirishardi darsda. Ishqib shunaqa qilib men 3 gacha dars tayyorlaganman. Ertasi kuni birinchi kun sahnaga chiqqanman-da, 300 ta odam oldida. Asosan 95% erkaklar. Yana havas uyqusiragan. Hammasi uyqusiragan. Ha. Yoqmayapti dars. Men internetdan qidirganman-da, qanaqa bilan uyg'otsa bo'ladi deb. Qidirsam qulosh qalish kerak ekan. Men chiqib olganman sahnaga. Hozir shuncha erkakga qulosh qaladi. Ya'ni men bu qizni nima qilib turibdi bu yerda deyishgan. Jinsi kedidaman-da, endi rostdan bitta qistirganga o'xshaydi. Kichkina. Shu bilan keyin aytganmanki, bilaman, hammalar uyquga to'ymagansizlar, kofeli ichdinglar, bir amalladinglar, endi kelinglar uyg'onamiz. Bitta aytaman, nima qilishni shuni qilasizlar dedim-da. Aytayapman, ichimda hozir qilishmaydi deyapman-da. Keyin hamma turadi-da, qulosh qalashni boshlaydi. Hiring qilishadi hali, hammaliga qotishadi. Men nima deyapti deyishgan bo'lsa kerak o'shanda. Bilmayman, ishqib, lekin turishgan. Ibrohim aka yonimda sahna turib berganlar, podyoshka qilganlar. Haliga turishgan, qulosh qilishadi, endi tasavvur qiling, 300 ta endi 250 tasi точно-da endi. Shu qilishyapti-da, qulosh qilib turishdi-da. Men o'sha payt ichingda qanaqadir hissi bo'ladi-yu. Shuncha odamga aytganimni qildiryapman. Ha. Yaxshi ma'noda-da eshitishar ekan meni deganman-da. Quloq solishyapti meni gapimga deganman-da. Shu yerda mashinada bo'lganda, просто shilchok bo'lganda. Bo'ldi. O'shandan biri sahnaga chiqish vashi problema emas-da umuman. Ibrohim aka o'sha eng katta turtkini bergan insonlar, ishongan insonlar. Balki o'sha payt Ibrohim aka sizni sahnaga taklif qilib shunaqa dars o'tasiz demaganlarida yana cho'zilardi. Yana cho'zilardi. Hozir shunaqa mentorimiz, ustozimiz bo'lmagan bo'lardi. Chunki men juda ko'p ko'rganman, potensiali katta, ekspertizasi kuchli insonlar bor, lekin o'sha duxi yetmaydi dars o'tishga, o'quvchi chiqazishga, shogird olishga. Alloh kimdir sababchi qilar ekan. Shu narsaga amin bo'ling. Xo'p, endi Dildor opa keling, mana shu HRlarga ham qanaqadir maslahat beramiz. Baribir shu kasb hozir ommalashib boryapti. O'zingiz ham shu kasbni o'rgatasiz, o'qitasiz. Mana noldan HR bo'lmoqchi bo'lganlar ham ko'pchiligi oldingizga keladi. Nima maslahat bera olasiz? Mana men agar HR bo'lmoqchiman desam, birinchi navbatda nimalarga ahamiyat qilishim kerak? Men HR mandan chiqadimi, yo'qmi, shuni tushunish uchun. Ikkinchi navbatda qanaqa o'qishim kerak, nimada o'qishim kerak? Albatta, institutda o'qishim shartmi? O'sha tomonlama ozgina tushuntirish berib, keyin birinchi ishda nimalarga ahamiyat qilish kerak deb o'sha o'zingizdan kelib chiqib maslahat bersangiz, mana 3 ta savol ekan, aynan shu bo'lajak HRlarimiz uchun. Bo'lajak HR bo'lmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi rahbarlarga ham, HRlarga ham aytaman. Bu kasbni egallash uchun sen odamlarni yaxshi ko'rishing kerak. Insonlarni yaxshi ko'rishing kerak. Agar sen jig'ibiyron bo'lsang, uncha odamni ko'tarmaydigan bo'lsang, asabiylashsang, seni kimdirlar razdrajat qilsa, misol uchun HRlikka bormagan yaxshi. Chunki juda ko'p insonlar bilan to'qnashasan, ular hammasi har xil xarakterlar, har xil ularni ko'tarish kerak, ularga yondashuv topishga harakat qilish kerak. Shuning uchun eng birinchi sifat prosta odamlarni yaxshi ko'rish kerak HR. Ikkinchisi o'ta kerakli sifat bu liderlik bo'lish kerak. Chunki HR bu yetakchi. Odamlarni ketidan ergashtira oladigan, gapiniga ishontira oladigan, fikrini yetkazib bera oladigan, birlashtira oladigan inson bo'lish kerak. Liderlik qobiliyati bo'lish kerak HRda, обязательно. Uchinchisi bu prosta insonlarni yaxshi ko'rish emas, jamoaviylik bo'lish kerak. Jamoani har bitta inson emas, jamoada ishlash bilan maza qilish kerak odam. Chunki HRlar bor, shunaqa zo'r HRlar Biram mana maza qilardim. Odamlar yig'ib olib, "Samantga tur, tak mantga yig'ilamiz, mana bunaqa qilamiz" deyish maza qilasan-da. Shunaqa maza qiladigan odam bo'lish kerak. Aksi holda agar biz maza qiladigan ishimizni tanlamasak, o'zimiz zo'rlab olgan bo'lamiz-da, pastayani.
shunaqa sifatlar bo'lishi kerak. Ya'ni introvert, ekstravert degan narsalar bor. Iloji boricha ekstravert yo ambivert bo'lishi kerak. Ya'ni shu muloqot sizga stress keltirish kerak emas. Shunaqa insonlar bor ichida fikrlaydi, o'ylaydi, ichida qovuriladi, nimadirlar. Bunaqa insonlar ichar bo'la oladi, lekin juda katta stressga uchraydi. Bo'lish kerak emas, qiynaladi. Xo'p, endi qayerda o'qish kerak HR bo'lish uchun? Universitetda o'qish shartmi? Universitetda o'qigan, men har doim oliy ta'lim tarafdoriman. Nega? Nafaqat bilim ham beradi. No, bilim unaqa fundamental hisoblanmaydi oliy ta'limda olingan bilim, men fikrimcha. Lekin dunyo qarash, insonlar bilan ishlash, muzokaralar olib borish, prioritetlarni to'g'ri taqsimlash, vaziyatlardan to'g'ri chiqib ketish. Vaziyatlardan to'g'ri chiqib kelishuvlarni qilish domlalar bilan. Вообще networking juda zo'r ko'nikmalar beradi-da oliy ta'lim. Universitetda aynan shu ko'nikmalarim shakllangan-da mana. O'shaning uchun men oliy ta'lim tarafdoriman. Ilojinglar bor bo'lsa, imkoniyatinglar bor bo'lsa, o'qish kerak deb o'ylayman. Tim bo'lsa hozir universitetlarda aynan HR yo'nalishlari bor. Alohida paydo bo'lgan magistraturada, bakalavrda paydo bo'lgan. Agar HR bo'lmasa, hech bo'lmasa yo management yo psixologiyada o'qish kerak deyman. Agar уже vaqt o'tib bo'lgan bo'lsa, qachon o'qiyman degan хотя бы nima bu yil 44 yoshim почти ikkita universitetni bitiribman. Shuning uchun hech qachon kechmas, har doim o'qisa bo'ladi. Kurslar bitirib ham, faqat yaxshi kurslar bitirib ham ishlab ketsa bo'ladi. Hech bo'lmasa o'rta maxsus ta'lim bo'lishi kerak. Shunaqa. Uchinchisi, ishga kirgandan keyin nimalarga ahamiyat berish kerak degan savol bor. Bu yerda ham juda kelinligiga o'xshataman-da, yangi kelgan HR. Bilmayman, qila olmayman deydigan narsa bo'lish kerak emas, shunaqami? Hech qachon bilmayman, qila olmayman bo'lish kerak emas. Aql o'rgatish bo'lish kerak emas. HRlar juda ko'p liderlik bor-ku, ergashtirish bor-ku. Yana kurslarimda ba'zi birlari o'qiydi-da, bilimga ega bo'ladi-yu. Bu noto'g'ri qilyapti deydi-da, qayerdadir kibr yoqiladi-da. Mana shu kibr yoqilish kerak emas. Yangi kelin, yangi oilaga kelganda men har doim aytaman, kuzatish kerak. Nima jamoa, nima insonlar, nima qadriyatlar bilan yashashyapti, qanaqa bir-biriga munosabatda, rahbar nimalar xohlayapti, hozirgi joriy holat qanaqa, sen nimalar qilib bera olasan, shu haqida birinchi prosta kuzatish kerak. Kelishing ikkinchi qadam boshlab, sen mamtga, men buni noto'g'ri qilsizlar, men bunaqa qilish kerakdan boshlab bo'lmaydi. Chunki sen prosta xalq dushmaniga aylanasan-da. Hamma прекрасно yashayapti, sengacha. Bir hayot go'zal edi. Sen nimadirlarni o'zgartirging kelsa, umuman ko'chadan kelding. Kimsa sen o'zi deydi hamma. Shuning uchun birinchi navbatda kuzatuv va ishonch. Ishonchga kirish kerak-da. Keyin mana shu yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Bir xil kompaniyalarda qaysidir instrumentlar zo'r ishlaydi. Bir xil kompaniyalarda instrumentlar umuman ishlamaydi. HR bo'lib kelib, oyog'i bilan tepib kirib, bo'ldi, men bu instrumentlarni ustoz to'g'ri aytgan edilar, men kursda o'qigan edim, bo'lmasa bo'lmaydi deb ishlab turgan narsani biz borish ham kerak emas. Chunki men ko'p ko'rganman shunaqa, yangi qanaqadir bir yo'nalishda xodim olasiz, yaxshilik qilaman deb juda katta yomonliklar qilib qo'yishadi. Shuning uchun birinchi aytganlarida ishonchga kirib olib, kuzatib, keyin sekin-sekin qaysidir kichkina bo'limlardan test qilib ko'rib, keyin yengilliklarni joriy qilsa menimcha yaxshi bo'ladi. Endi ishga kirayotganlarga nima maslahat berasiz? Mana yosh pokoleniya hozir ish qidiryapti, ishga kiryapti. Men aytaman-da, men ham ozmi ko'pmi rezyumelarni ko'raman, intervyular o'tkazaman-ku, men suhbatlar o'tkazaman-ku. Nima bo'lgan yoshlarga? Men prosta hayron qolaman o'zi. Rezyume to'ldirishni bilishmaydi, Dildor opa. O'sha yerdan o'zi mana boshlasak, nima maslahat bera olamiz rezyume to'ldirishida, ishga kirishida, kompaniya tanlashida, o'zi o'sha karyerni rosti bo'lishi uchun nimalar qilish kerak, mana shu ishlash jarayoni nima bo'lishi kerak o'zi mana. O'zi ishlash kerakmi yoshlar? Yo'q, ishlash kerakmi? U hammani tanlovi o'ziga. Va qanaqa ma'noda bu savolni qo'ydim? Ishlash kerakmi birovning qo'lida tajriba olish uchun yoki o'zining kompaniyasini sразу ochib ketish kerakmi? Men o'zimning fikrimni aytaman shu yerda. Men o'zim ham boshqa katta holdingoviy kompaniyada bitta ishlaganman. Juda katta tajriba olganman va men hozir o'zimning kompaniyamni qurayotgan inson sifatida aytamanki, o'sha paytdagi har bir yilimni
просто peshonasidan o'pishga tayyorman-da. O'sha paytdagi rahbarlarim hammasiga shu ikki buklanib rahmat aytaman. O'sha paytda nima urushgan bo'lsa, nimani o'rgatishgan bo'lsa, mendan iloyim rozi bo'lishsa, men har bittasini hozir qo'llayman, ishlataman, juda xursandman. O'shanga men o'ylayman, hozir juda ko'pchilik insonlar biznes qilaman deydi yoki bo'lmasam o'zim ish qilaman deydi, boshqa deydi-da, hali tajribasi yo'q, bilimi yo'q, ma'lumoti yo'q, tushunchasi yo'q, stressi chidamliligi yo'q-da, keyin ertaga qiynalishadi. O'shanga men o'ylayman, o'zi birinchi tajriba yig'ish kerak, keyin ish boshlash kerak deb o'ylayman. Ha, ma'noda to'g'ri. Da, endi mana savol, o'sha ishga kirmoqchi bo'lsa, qanaqa kompaniya tanlash kerak, o'z rezyumesini qanaqa qilish kerak, suhbatda nimalarga ahamiyat berish kerak? Ikki og'iz qisqacha. Ikki og'iz. Rezyume qilayotganda обязательно o'zini yutuqlariga va kuchli tomonlariga ahamiyat qaratish kerak. Unga ahamiyat qaratish uchun o'zi o'tirib tahlil qilish kerak. O'zini tanish kerak oldin. Albatta. Mani kuchli, men har doim suhbatga kelgan odamga savol beraman. Sani super kuching nimadan iborat? Super sila deydi-yu. Nimadan iborat? Sen nimani zo'r qilasan? Balkim makaron qilarsan, hammadan zo'r deyman. Balkim bilmayman, tam Vyazuvchi Krichkom, eng zo'r deyman. Farqi yo'q. Bilish kerak inson. Kuchli tomonlarini bilsa, o'sha narsani sotishni biladi-da. Plus rezyumeda har doim umumiy vazifalarni yozish kerak emas, konkret qilgan natijalarni yozish kerak. Iloji boricha faktlarda, raqamlarda, o'zgarishlarda nimalar qilgan. Men bu ishlarni bajarganman, ne achomda bu narsa. Aniq ma'lumot bermaydi. Shuning uchun natijalar, nima natijalar qilgan bo'lsangiz, o'shani maksimal darajada ko'rsatishni bilishingiz kerak. Suhbatga kelganingizdan keyin shu narsani sotishni bilishingiz kerak. No, tanlab olganingizda kompaniyani va suhbatga kelganingizda birinchidan qadriyatlari sizga mosmi yo'qmi? Sizni ambitsiyalaringizga, sizni erishmoqchi bo'lgan narsalaringizga, sizga shu yerda imkoniyat berishadimi, yo'qmi? Shuni hisobga olish kerak. Ikkinchisi juda muhim narsa. Hozir juda ko'p yoshlar juda o'zini baland baholab olgan deb o'ylayman. Bunga hozir o'qishlar, shu narsaga Instagramlar, yana nimadirlar albatta turtki beryapti-yu. Men o'ylayman, adekvat baholash kerak va kelayotganingizda nafaqat sizlarda nima bor degan pozitsiyadan kelish kerak. Kelayotganingizda nima pozitsiyaga kelyapsiz, unga qanaqa talablar qo'yilyapti, kompaniya o'zi nima qilyapti, polni o'rganib chiqish kerak-da. O'zingizga konkret javob berishingiz kerak. Men kelayotgan kompaniyamga nima bera olaman? Nima qilib bera olaman? Mana shu javob bilan aniq kelsa, любой ish beruvchi sizni o'ziga olishga tayyor bo'ladi. Yo'q, hozirgi yoshlar nima deydi? Oylik qancha, obeti bormi? Otpusк qancha, menga nima berasizlar deydi. Oldin sen kel, suhbatdan o'tib ol, oldin bir ikkita suhbatlar bo'ladi. Keyin sen o'zi ko'rsat o'zingni, nima qila olasan, nima foydang tegadi. Nimaga o'zi seni tanlash kerak, to'g'rimi? Ani jonim achib ketganda, rahbarlarni anicha hammasini og'riqi shunaqa. Bir xil chunki pozitsiyalar bor, har qayerda yopish juda qiyin-da. Ya'ni 3 oy, 6 oy vaqt kerak bo'lyapti. Haqiqatda suhbatga kelgan odamlar aytganingizda, ya'ni o'quvchi pozitsiyasida emas, umuman yoki bo'lmasam nima yordam bera olarkanman degan pozitsiyada emas, sizlardan nima olarkanman degan pozitsiyada bo'lishadi. Menimcha unaqa insonlar o'zi juda katta hayotida yutuqlarga ham erisha olmasa kerak deb o'ylayman. Dildor opa, 24 yil oldinga qaytganingizda o'zingizga 20 yashar Dildoraga nima degan bo'lardingiz? Nima maslahatlarni aytgan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, mana ana savolga o'xshaydi. Bu hayotingizda nimadir o'zgartirish mumkin bo'lganda, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz dedi. Men ko'p narsani o'zgartirgan bo'lmasdim. Bitta o'sha oxirgi yili tushungan haqiqat bu samimiylik. Samimiy bo'lish kerak, munosabatda ham, hayotda ham, ishda ham, rahbarlar bilan ham. Nima degani bu? Ochiq va samimiy dialog qurish bilish kerak. Hamma gapni ayta bilish kerak-da inson. So'z bilan biz xafa bo'lamiz, arazlaymiz, ichimizda ssenariylar bo'ladi. O'zimiz bilan o'zimiz gaplashamiz va ko'p narsalar hal bo'lmaydi. Ko'p g'oyalarimiz amalga oshmaganda. Meniki misol uchun shu qobiliyatim bo'lmagani uchun, shu bilimim bo'lmagani uchun menimcha juda ko'p g'oyalarim, juda ko'p xohishlarim qolib ketgan, gapirilmagan qolib ketgan. Ichki holatlarim, qaysidir odamdan xafa bo'lganlarim, nimadir yoqmagani, qayerdadir natijadan qoniqmaganim, даже rahbar sifatida aytilmagani uchun bu qanaqadir asoratlarga olib kelgan deb o'ylayman. Agar men bilsam edi o'shanda, hamma narsani ochiq gapirish mumkin, qaytanga hammani manfaatida bu narsa. Prosta so'z borligi, gapirishing kerakligi bo'lsa bo'ldi-da. Rahbar bilan ham shu-da. Har doim rahbar bilan ochiq gaplashishga o'rganish kerak-da. Bu rahbarlarga ham tegishli gap. Xodimlar bilan ochiq gaplashish, xodimlarga ham tegishli-da. Xodimlar ham ochiq fikrini bildira olish kerak. Emotsiya aralashtirmasdan-da. Juda ko'p muammolar hal bo'ladi. Prosta ochiq samimiy dialog qurishni o'rgansang, shu 20 yoshingda shu narsaga tayyor bo'lsang, duh kerak-da shu narsaga. Qo'rqish kerak emas ekan. Endi bizga
Allohga ishonish kerak deb o'rgatishgan. Uni ko'proq Allohdan qo'rqish kerak deb o'rgatishganda. Hozir уже Allohga ishonish kerak deyishadi. Man tavakkal qilsang, duxing baland-da. O'sha shu narsaga ishonsang, qormisan. Duxi baland qilish kerak. Samimiy bo'lish kerak, duxi baland qilish kerak. 20 yoshar Dildoraga shuni aytgan bo'lardingiz. Qoyil, zo'r. Dildora opa, maza qildim podkastdan, to'g'risi. Qanaqa qilib shu 1 soat vaqtimiz o'tib ketganini bilmadim. Aytganimda yana gaplashsak yana dal shu bo'lishib o'tiraveramiz. Ertalabgacha gaplashib gapimiz tugamaydi va juda ham ko'p foyda olsak bo'ladi. Lekin menimcha kuzatuvchilarimizdan ham vaqti chegaralangan. Lekin menimcha minnamay rozi bo'lib ketishdi vaqtligiga. Xudo xolisa juda ham foydali bo'ldi. Yana izohlarda yozib qoldiringlar, o'zingizlarning fikringizni, nimalarni o'rgandinglar, nimalarni tushundinglar. Agar storieslarga mana shu podkastdan qanaqadir kesib bizlarni отметка qilib qo'ysanglar, biz ko'ramiz insaytlaringlarni, o'qiymiz, eshitamiz, balki yana podkastning ikkinchi qismini ham olarmiz. O'shaning uchun bizga обратный связьlar, o'sha fikringlar juda ham muhim. Xo'p, bo'ldi, yakunlasak bo'ladi menimcha. Hammalarga rahmat. Xudo xolisa sahifalarimizga obuna bo'linglar. Dildora opani ham, meni ham Instagramda yana ham ko'proq aktivimizni kuzatib borasizlar. Rahmat sizga kelganingizga. Xudo xolisa yana ko'p podkastlarda qatnashishimizni nasib qilsin. Rahmat Risolat. Juda qiziqarli savollar bo'ldi. Menimcha qiziqarli suhbat. Da, maza qildik. Rahmat.